Assalomu alaykum obunachilar, sizlar bilan Delisiya Qahramonov. Bizda 6 ta kuchaytirish bor bugünkisi va biz bugun qiladigan ishimiz sizlar bilan Donnarumani olamiz va bir ikkita kuchaytiramiz. Menga ko'proq Donnarumani reaksiyasi kuchayishi kerak. Ko'ryapman ba'zi bachalarda yüz bo'lganda reaksiyasi mana shunaqa bo'lishi kerak. Donnarumani bo'ldik va buni biz full qilgancha qo'yib boramiz sizlarga. Lekin menga ko'proq reaksiyasi kerak. Shuni ketishiga qancha qoldi? 26 minut qolibdi. 26 minut ketsa birinchi kamonchaga berib ko'ramiz. Fitnesga ham ketgansa fitnesga berganda Achraf Hakimni CTL'ga tushdi. Messi Sanyaga tushdi. Kylian Mbappe speed darajasiga tushdi. Malatsi o'z 88 darajasiga kelib oldi. Rafael Leao staminasiga tushyapti. Rafael Leao sotmayotganim sababi 82 darajalikda olinganda. Biz qolgan joydan davom ettiramiz. Bitta fitnes ko'rsatamiz qoluvdi. Va yana Rafael Leao tezlanishi kuchaydi. Yaxshi. Mana endi olgan Donnarumamizga berib ko'ramiz. Davay. Ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ish qilib Donnarumani faqat reaksiyasiga tushdim-da. Menga ushlash kerak emas. Yana shu. Zaybal qilmanglar meni. Reaksiya. Malatsi. Krasavchik 86 reaksiyasi. Bo'ldi mana kuchaytirib oldik. Reaksiya 86 bo'lib oldi. Mana shu ikkita kuchaytirganimiz ham reaksiyaga tushgan edi. 88 bo'lardi. Tushmadi-da. Biz olib ham oldik. Mayda. Shofirlarga e'tibor bermaysizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan oladigan video